Assalomu alaykum biz barakali savdolarimiz ashaddiy muxlislari va biz tasodif ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga yakshanba, dam olish kuni. Akalar, xudo xolosa biz Namangan viloyatida yoshlik chorva bozoriga yetib kelganmiz. Akalar, xudo xolosa bozoriga shunaqa gigant qirg'izlar arasha savdolar chiqqan. Videolarimizni ko'rib turgan bo'lsa, akalar, xudo xolosa like bosib, kommentariyaga qayerdan kuzatib turganlaringizni aytib tursalar, xudo xolosa biz uchun yaxshi motivatsiya bo'ladi. Xudo xolosa akalar, biz bozorni boshladik. Qo'llab-quvvatlab bittadan like tugmasini bosib turasizlar akalar, xudo xolosa. Hormat, bular Qirg'iziston sovlarimi? Qirg'izistonlik, ha? Bularning yoshlari qanaqa? 4-6. Qo'chqori ham bor ichida. Ha, qo'chqori. Qo'chqori, mana shu qo'chqori. 4-6-8. Bo'g'ozliklari bo'g'oz, ha? Yelillab turibdi ekan, xudo xolosa. Akalar, qo'ylar gigant, вообще zo'r narsalar chiqibdi. Bularning yebishlari yaxshimi? Yebishlari yaxshi. Bo'g'ozlari garantiyasi bor. Garantiya. Narxlari qanaqa? Narxlari 11dan o'tdi. 11dan? Ha. Kami bor, ha? Gap bor. Xudo xolosa, mana shu o'qib bo'lsam, gigant narsa ekan akalar. 11 milliondan kami bor ekan. Qo'chqordi-chi? Qo'chqor 15 million. Qo'chqor 15 million. Molakcha sog'lig'i-chi? 7 million deymiz. 7 million. Qisirmi? Ha. So'ragan bashara hisoblaydi ekan bo'ladi. Ularda o'pish bitta joyga olishdan bo'lsa, xayrini qilib berasizmi? Ayni qilaman. Telefon nomerlari qo'ydirib qo'y. 94. 94lik 266 266 0266. 0266. Va xolosa aloqaga chiqarasizlar akalar. Sotilik ketmasa yetkazib berishadi. Dastavkalari bor-a? Dastavkalari bor. Dastavkalari bor akalar, xudo xolosa. Qaydan kuzatib turganlaringizni kommentariyada yozib, telefon qilsalaring, xudo xolosa ishlaringizni bitirib dastavkalarigacha yetkazib berishadi. Alloh o'zi arangiz bersin. Xudo xolosa akalar, vaqtda savdolar avjida bo'lyapti. Mana shu ikkita savdomiz savdo bo'lyapti. Lekin g'irromchi savdo qilmayman. Bular yosh oylar qanaqa ekan bular? 2 tish qo'zi. Nari tomonda qo'zi shikiliga? Bunisi qo'zi ekan. Bunisi 2 tish. Bularchi? 6 tish, 2 tish. Qo'zilar naqa ekan, ha? Bu yerda nechta savdo bo'lyapti hozir? 18,5 million. 18,5 million. Bu yoqda savdosi avjida. Mana savdosi avjida bo'lyapti. Egamdan turibchi. 19 qilinchi. Yo'q, men beralim bilmayman, lekin 19 qilin. Mo'g'onjalar baland, 19 qilinchi. Xo'p deb Beram hojaga bo'ldi 19 bobbar aka. siz mo'g'onjalar balandligini bilaman. Hojaga bo'ldi bobbar aka 19 million berishadi. Ertaga aytqon mana to'qqilar degansa mana tezkor bo'lmaymi? Ushlab bo'lmasin deb turib, qo'shib kishiga Qarab turma, pulimiz yaxshi deyman. 18,5 million so'm savdo bo'lyapti. Mana shu 2 donasi. Hojaga bunday turib ochlar, video tartib qo'yingchi. Assalomu alaykum. Mana shu ikkita savdomiz 18 million, 18,5 million savdo bo'lyapti hozir. Mana shu 2 donasi. Bo'l, nech bo'l? Hojaga bering shu odamga. Hojaga bo'ldi va baraka 19 million pul, yaxshi pul bo'ldi. 19 million. Ol baraka deb qo'ying. Bozor hal bo'ladi hamma narsa. To'g'risi gapda. Men uyimdan chiqgan qo'yam. Qaysi? Bozor hal qiladi. Mana shu ikkitasi 19 million savdo bo'lyapti aka. Mana shu ikkitasi. Qo'zi ikkita ekan, bo'g'ozlar naqa ekan? Bo'ldi. Sirasi 16,5 beraman. Yo'q, 17 million beraman. Ko'p bo'ldi. Kam so'ramaman hech qayda qo'y. Denomlar mo'g'onjalar baland, 19 qilinchi, oka. Ham so'z qancha pul so'rab Yo'q, masxatiga jija. Mo'g'onjalar baland, oka. Bilaman-da mo'g'onjalarni qanchaligini. 19 Boshqatda. O'tirib barakasi. Hojaga qaysi mana shu ikkitasi bo'ldi? Ikkitasi bo'ldi. Xudo xolosa. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz sotiladi. Qo'yib qo'yamiz. Xudo xolosa. Qiziqadiganlar, xudo xolosa sotilaveradi. sotaveradi. Ha, nomerni ayting. 90lik 554 63 62. Xudo xolosa aloqaga chiqarasizlar akalar. Bunisi qo'zi.
Bunisi ektish. Barakasini bersin. Allah bozorini bersin. Bular nech puldan aka? 15 milyon 12 milyon. 15 milyon 12 milyon kami bor bularda. Xolos. Aloqaga chiqar. Nomerni aytib ana. Hozir attilar qarshi 91lik. 91lik 355 355 82 82 55. Xudo xolos aloqa qilsalar, serapa bunda. Serop. Xudo xolos qilib berishaveradi. Buni ikkitasini ber. Bu yoqda ham savdosi yaxshi bo'lar. Nima bo'ldi? Sotildimi bular? Hojaga nechi pul beraman kelasiga? Yegan narsalar endi. Nechi pul ekelashini gap. 15 ancha o'qi. Yo'q, unaqa dema. Qochirmasdan. Xolos qo'ylar, zo'rlar shyapti ekan. Naq bu qizlarni. Ekan nechi puldan ekan bular? Mana kattalar 20 million. Kattalari 20 milliondan. Kichkina 15 dan. Kichkinalari 15 milliondan ham bor ekan. O'pshi nechi puldan qildi aka savdosi? Har xilda. Baland nechi pulga chiqdi? Mana donasi 12 milliondan. Yedim o'qib. Donasini 12 milliondan so'rashdi. O'pshiga nechi puldan kelgan aka o'pshiga? O'qishiga 53 qildi ishga. O'pshiga 53 million so'rashdi 6 tasiga. Azin akam 9 milliondan pul bo'ladi. 9 milliondan bo'lsa kerak xudo xolasa. 9 milliondan so'rashdi dedilar. Ovozlar so'ragan. Telefon nomer qo'yasizmi aka? Yo'q, yo'q, shart. Shartma sotilib ketadi xudo xolasa. Nech pul berdingiz aka? 20 milyon. 20 million jupiga. 20 million savdo bo'lyapti. Shomboy bozorlar qalay bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Bozorlar zo'r, ha? Qo'ylar zo'ri chiqibdi xudo xolasa. Assalomu alaykum. Bozor qayerda bozori? Namangan viloyati? Yoshlik bozori. Yoshlik bozori, Chorva bozori, xudo xolasa. Bu yog'ida mol bozori, akalar bu yoqda qo'y bozori. Qo'ylarning gigantlari, zo'rlari chiqqan. Oluvchi ham serob, sotuvchi ham serob akalar. Xudo xolasa tavsiya qilaman. Qayerdan kuzatsalaring kelib, qo'ylarning zo'rlari shu bozorga chiqadi. Variant ko'p. Yubir juda serob. Kelib xudo xolasa lagasalarni so'rab, telefon qilsalaring, yetkazib beramiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa xonadonda ham qo'ylar bo'ladi. Qo'ylarni zo'rlardan chiqqan. Akalar xudo xolasa like bosib, kommentariy yozinglar, bosib qo'ysalaring, Qirg'izistonning zo'rlariga. Zo'rlardan, kashtan variantlardan. Tomonda ham bor ekan. Zo'rlardan. Uchta yerlasini olgandan ko'ra Zo'rlardan. Uziylargacha bo'lyapti. Gözlerim. Satildimi bu? Ha, sotdik. Nech pulga ketdi? Ikkitasi 15 ket. Ikkitasi 15 millionga. Yo'q, men ko'rganman. Ulan narx qanaqa aka? Lekin ashu tomda garovni jo'nalib mashisi bo'g'in. Kashtan sog'liqlari ham zo'rlardan keldi akalar, xudo xolasa bu tomonda ham bor. Buxoro ham sizdan bor aka? Bu ham sizdan. 6,5 aka. Qirg'izistonnikimi? Qirg'izistonni sog'liqlardan. Kashtan variantlardan ular. Yosh oilalar qanaqa bo'ladi? Yoshi 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha. Toza simjunlardan. Uzun variantlardan. Bularda narxlar qanaqa? Anar aka bularni? Bir joyga bo'lsa 6,5 ga o'tib beramiz. Bir joyga bo'lsa 6,5 milliondan o'tib berasiz. Xudo haydab ko'rgan. Tagini ham Taglari ham to'layotdi ekan, akalar ko'piniki to'layotdi ekan. Naq bo'g'oz olib, dumbalar tikka variantda, o'sha ayri dumbalardan. Qirg'izistonda zo'r sog'lardan. Bularda bir joyga 6,5 million o'tib berasiz, ha? Bir tomondagilarchi? bular har xil. Bular har xil. Pastdan balandigacha aytaringchi? 5,5 dan 9 gacha bular. 5,5 milliondan 9 milliongacha kami bor. U katta qoralar. Katta qoralar. Mana akalar. Qo'ylarni zo'r, haqiqiy gigantlari chiqqan. Ana aka nomerlarni qoldiramizmi? 99. 99lik. 605 605 50 99. 50-99. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar akalar. Akalar mana shu ikkitasi 200 ming ham 19 millionga olingan sog'liqlar. Aka, misol ko'pchiliklarga YouTube'da kuzatadi-da, misol bu hali janingizdaqa bolalar kuzatmaydi. Misol eng kami o'sha 18-19 yetadi, 50-60 yoshgacha ketishadi, kuzatishadi.
Bu qo'yda tushunadigan odam bor, tushunmaydigan odam bor. Hozir 2 mingga 19 million oldingiz, ha? Xudo xolasa siz ham bundan qidirasiz. To'g'rimi? Xudo xolasa siz ham sotasiz. Ektish. Bunisi qo'zi. Razmer katta, oyoqlari ham istagan tuyoq, zo'r baquvvat so'luvlar. Xudo xolasa, hojaga bu haliga ko'pchilik aytadi-da, 2 mingga 19 million, pashta 19 million-da, 19 millionga ina bola sigir beradi-yu deydiganlar ko'p. To'g'risi gap-da, bitta mashina beradi hozir 2010-yilda Damas'ni olib minsa ham bo'ladi, 20 millionga deydi. Ko'pchilik aytadi. Lekin buni tushungan odam oladi, to'g'rimi? To'g'ri. Tushungan odam oladi. Har xil negativchilar boshqalar bor, o'shalarga ham bir og'iz gap gapirsangiz. Ichida masda. Ha. Qo'y boq kam bo'lmaganmiz hozir. Xudo xolasa, ha. Chorva o'shagan odam tutmazmadi. O'shani yurgan mashinasini 1 yil mingandan aktivda bozorga sotsin. Buni 1 yil bolasini olsinchi qancha? Xudo xolasa. Buni foydasini yeb tugatolmaganman men sifatga. Ha, xudo xolasa o'zimiz ham ichida yuramiz, lekin qo'ylar go'zal narsalar, haqiqiy go'zal narsalar. Hammasini ham kачествосiga qarab deydi. Ha, hammasini ham kачествосiga qarab, hammasini ham, ha. 1 millionga ham qo'y bor, 3 millionga. Aka, mana buni qo'yiladi 6,5 milliondan kam bor deyapti. 6,5 milliondan kam bor deyapti. Kiloga kelsa ular yutib oladi buni. Yo'q, kiloga emas. Ha. Ashin tishini ochib ko'ringda 8 tish, 6 tish. Ha, 8 buni tish. urug'i toza bo'ladi. Toza narsa. Urug'iga qarab deydi. Ha. Surtiga qarab hammasiga. Bor, misol, endi xohlagan odam 1 millionlik qo'y boqadi. Xohlagan odam 5 ming dollarligini boqadi. To'g'ri, to'g'ri. Buni hech kim samonon boqsan yo'qmaydi. Ammo buni boqqan odam uni boqmaydi. Buni boqmadi odam buni ashnakada. Bularda oldi tushgan bolasi hojaga, xudo xolasa, yaxshi bola tushsa 500 dollardan tushishiga to'g'rimi? 500 dollardan menda quzi yo'q Ha. Ammo 1300 1,5 dollardan sotdi. Xudo xolasa bir xonadonga borib ham sizdan bir video qilamiz hojaga, xudo xolasa Alloh nasib qilsa. Qo'ylarni zo'rlari bor. 300 dollarga sotdim. Bitta uzumda tug'ilgan quzim. 7300 dollarga. Mashalloh. Ha. Korolidan butda o'zi. Ha. Hali harakatga urib pulini berishdi. Qo'ydan inab ketdi. Haliga o'zimiz ham kanalga qo'y qo'yamiz hojaga. Kanalga qo'y qo'yamiz, mana qo'ylarni qo'ysak, boshqa qilsak, hali buni tushunmagan odamga biz ham misol boshlanishda bu narsalar zot bor narsa tushunmaganmiz-da. Endi xudo xolasa, o'rtadan boshlash kerak. Misol, haligi tushunmagan odam 3000 dollarlik dan boshlab qo'ysa 3000 dollarligi ham bor, buni misol 5000 dollarligi ham bor. O'shani o'rtasidan boshlansa, 5 million, 6 millionligidan bo'lsa, 10 million, 12 millionligidan boshlansa, ham effekti zo'r bo'ladi. Effekti yaxshi bo'ladi. O'shadan ham yaxshi qo'chqor kuchini o'tkazib qo'ysa, bola yaxshi tushirib beradi. Yo, yana bitta bo'lmasa bo'ldi. Ha, sizga hozir yana bitta gap, o'zimiz ham boshlanishda bunaqa qo'ylarni olib kelganmiz, lekin tushunmaganmiz aka. O'zimiz ham misol yutibga qo'y qo'yganmiz. Biz ham dollarda bitta qo'chqarni olib kelib 1200 dollar qo'ydik. 1200 dollarga sotdik. Buni tushungan odamga telefon qilib qoldi bizga. Telefon qilib qolib, "Uka, 300 dollar qo'ydani beraman." So'rangchi, berishamikin degan odamlar ham ko'p bo'ldi-da. Tushungan odam haqiqatdan olar ekan qo'ydi. Tushungan odam. Misol biz 1200 dollar chiqarib, 1200 dollar sotdik. O'sha qo'ydi, so'rangchi egasidan 300 dollar qo'ydan beramiz, qaytib beramikin bizga degan odamlar ham ko'p bo'ldi. Endi nimaga so'ragan odam tushungan odam bo'ladi-da uni. Qo'ydi tushungan odam. Agarlar xudo xolasa negativchilarga bu prosta haligi xolos, tushunmagan odamlarga, negativchilarga emas. Telefonni topib, Ha. siz nima ish qilasizsiz deng. Ha. So'xam mana desa o'sha ishingizni qilaylik, bunga negativ yozmadi. Ha, yo'q, Yaxshi gap o'sha. Ha, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Endi buni tushunmasa o'shancha pulga olmaymiz. to'g'ri. Bittadan bolasini o'limgandan aktiv bu qo'ylar bekor qolib ketadi. Bekor qolib ketadi, xudo xolasa. Bir yilda 2 marta bolalar, yaxshi qarab, yaxshi ovqatini berilsa, bir marta, 2 marta, bir yilda 2 marta bola olsa bo'ladi. Xudo xolasa. Ashi qo'yni ham, men o'yda tug'ilgan quzini ham enesini 13 millionga olganman hisobligida. Qo'chqor qo'shdim, yaxshi bola berdi, mana bolasini o'zini 7300 dollarga sotdim. 7300 dollar. Ha, enesini sotmaman, yana bolasini olaveraman. Xudo xolasa. Bu bolasini Alloh taolo beradi. Ha, hammamizga bersin. Buni qo'chqorga qo'shib sababchimiz xolos. Shunaqa. Anini qo'shsam mana bu yo'q. Bolasini Alloh beradi buni. Shunaqa. Kerak bo'lsa 20 mingga olgan qo'yini ham bolasi yo'q, navbat bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Bo'lmasa bir o'zidan bir kunu bola berib Ha, to'g'ri. Bolasini Alloh beradi. Hammamizni Alloh yaratadi. To'g'risi gap, buni sababini qilamiz xolos. Xudo xolasa,
Shunga odamga sotilaveradi aka bular. Otamizda. Sotiladi. Nomerlarni boshqa yerda aytib qo'ysangiz, xudo xohlasa videolarga kelamiz. 90lik 554 554 63 63 62. 62. Xudo xohlasa akalar aloqaga chiqarasizlar, hojaga ham sotadilar. Xudo xohlasa. Qo'ydani bersa, xudo xohlasa sotishadi, dastlabkasiga qarab. Ha, dastlabki. Xudo xohlasa. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xohlasa videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like yozib, kommentariyaga yaxshi izohlar bosib tursangiz. Like bosgan odam yaxshi odam bo'ladi. Xudo xohlasa.